Assalomu alaykum do'stlar. Bugun study plan 75 masalalarni yechishni davom ettiramiz. Hop, 3-masalaga yetgan edik. Kids with the greatest number of candies deyapti. Hop, bu yerda bizda deyapti kids with the greatest number of candies deyapti. Hop, bolalar va deyapti eng katta shu kandilar deyapti. Yana kandi degani shirinliklar deyapti. Eng ko'p shirinliklar deb aytyapti. Xo'p, bizda nimalar berilar ekan? Candies deyapti hamda extra candies deyapti. Xo'p, candies deganimizda bizda bolalarga berilgan shirinliklar ekan. Undan tashqari qo'shimcha shirinliklar bor ekan. Qaysi bola deyapti shirinlikka ega bo'lishi mumkin deyapti. Agar ega bo'lsa bizda true qiymat qabul qiladi. Aks holda ega bo'lmaydigan bo'lsa false qiymat qabul qiladi deyapti ekan. Bizda masalan birinchi bola 2 ta olgan bo'lsa, yana 3 ta qo'shimcha shokolad bor bo'lsa, qo'shsak 5. 5 bo'ladi. Bir nechta bo'lishi bu yerda yozib qo'ygan. Not that multiple kids can have the greatest number of candies deyapti. Bir nechta bo'lishi mumkin deyapti. Greatest number of candies. Shirinliklar bir nechta maksimal bo'lishi mumkin deyapti. Demak 3 ga 2 ni qo'shsak 5 true bo'ladi. Hop, 3 ga 3 qo'shsak 6. Bunda ham eng katta bo'ladi. Hop, 3 ga 5 ni qo'shsak 8 bo'ladi. Bunda ham eng ko'p bo'lishi mumkin. 3 ga 1 ni qo'shsak 4 bo'ladi. Demak, bu bolamiz bitta shokolad bor ekan. Qo'shimcha shokoladlarni olgan taqdirda ham 3 ga 1 bo'ladi. Eng ko'pi baribir bu bolada bo'ladi. 5 ta shokolad borligi uchun. Demak, bu bolada eng ko'p bo'la olmas ekan. Bu bo'lsa 3 ga 3 yana 6 bo'lib true degan qiymatni olyapti. Demak, bizda hop, masalan shartini tushundik. Bu yerda ham xuddi shunaqa bir qo'shimcha shokoladlar soni 1 bo'lsa, demak 4 bo'ladigan bo'lsa 1 ni qo'shsak hop 5 bo'ladi. 2 bo'ladigan bo'lsa 1 ni qo'shsak 3 bo'ladi. 4 ga teng bo'lmaganligi uchun false qiymat olyapti. 1 ga 1 ni qo'shsak 2 bo'ladi. Bular hammasi false bo'lib ketyapti. Hop. True, false, true deyapti. Bu 11 bo'lganligi uchun qo'shganimizda maksimal qiymatdan kam bo'lyapti. Demak, masalamizni oldik. Masalamizni nima qilishimiz kerak ekan? Bunda massivimizdagi maksimal qiymatini olamiz ekan. Maksimal qiymatimizni keyin bu qo'shimcha shokoladlar soniga bu massivimizdagi qiymatlarni qo'shib turib, shu maksimal qiymatimiz bilan solishtiramiz ekan. Agar maksimal qiymatimizdan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bizda true qiymat qabul qilamiz, true qiymat beramiz. Aks holda bo'lsa false degan qiymat berishimiz kerak ekan. Xo'p, iloji boricha biz built-in funksiyalarni qatnashtirmasdan masalani yechishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, candies. Bizda candieslar, ya'ni max degan max candy deb oldik. Maksimal shokolad olgan, ya'ni shirinlik olgan, nechta shirinlik olganligini topishligimiz uchun max candy deb turib 0 deb olsak bo'ladi yoki birinchisini olamiz. Candiesda birinchisini olsak bo'ladi, 0-sini oldik. Endi biz tekshirib ketamiz. For candy in candies deymizda hamda sonini ham biz aniqlab ketsak bo'ladi.
yoki soni bizga shart emas ekan, natija result deylik olyapmiz. Xo'p, maksimal candy'ni biz topib olishimiz uchun nima qilamiz? Shart beramiz. Agar candy'imiz katta bo'ladigan bo'lsa, max candy'imiz o'zlashtiradi candy'ni. Xo'p, maksimal candy'ni topib oldik. Endi hop, resultimizni tashkil qilsak bo'ladi. For candies deymiz. Yana tekshiramiz endi. Agar candy'imizga qo'shganimizda hop, extra candies degan bor. Extra candies qiymatini qo'shganimizda nima bo'lsa, katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bunimiz maksimal candy'imizdan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bunimiz bizga true qiymat qabul qilish kerak. Resultimizga nuqta qo'shamiz. Qo'sh demak append bo'ladi. Append true. True degan qiymat qo'shamiz. Aks holda false degan qiymat qo'shamiz. Resultga continue qilib turib, menga continue deb turib, buni resultimizga qo'shamiz. Append qilib false qiymatini. Hamda fordan chiqqandan keyin resultimizni return deb turib, result deb ishlatamiz. Testdan yurgizib ko'ramiz endi. Testimizda uchala casedan ham o'tdi. True, false, true. Endi jo'natib ko'ramiz javobimizni. Hop, javobimiz qabul qilindi. Runtime bo'yicha 100% deyapti. Bu zo'r natija degani. Bits deyapti. Bu xotiradan ancha yetkazib qo'ydik, lekin xotiradan yetkazmasligimiz uchun ham biror narsa o'ylab topsak bo'ladi, lekin tezlik bo'yicha yaxshi javob chiqardik menimcha. Xo'p, buni endi har doimgidek GitHubga yuklab qo'yamiz. Videoni shu joyda to'xtatamiz. Rahmat barchangizga, davom etamiz shunday.